Va Revolution jamoasi o'yinchilari ko'rib turganimizdek hisobda tenglashtirib olishmoqda. 3-3 hisobi do'stlar. 7-raundga yetib kelyapmiz. Ochiq pozitsiyada, ochiq maydonda mana shu fight bo'lib o'tadi. Ajoyib granata Marishka low HP da. U o'z pozitsiyasini darhol o'zak. Dimlarga yetib, nechta dim bor savol. Hisob kitob qilib ko'ramiz. Oho, juda ham ko'payib ketdi va bu dimlar yakuniga yetguncha hozir ishga to'g'ri keladi. Ikkita jamoa ham kutadi, pozitsiyalarni egallaydi, transportlar orqali bayt amalga oshiriladi. Ramziy yana bu granataga tushib qolishi mumkin. Oz bo'ldi. Ambulans ko'rbiriga juda ham hozir ancha bo'lib ko'rib qolishini xuddi sezgandek ortidan kelyapti va ko'rdi. Birinchi nok Aslam tomonidan Zikonov holatida, ikkinchi nok, uchinchi nok ham amalga oshirmoqda Aslam. Oy, ozgina qolgan. Yaxshi Yakudza. Va bo'ldi. Hisobda yana oldinga chiqib olishyapti 2022 jamoasi. Bizni jonli tarzda 7000 tomoshabindan ko'proq 7300 tomoshabin kuzatib boryapti. Bu albatta juda ham chiroyli, juda ham quvonarli natija. Layklarni ham yig'ib qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Yakudza nok holatida. Qalbbo'y ehtiyot bo'lish kerak. Yakudza yo'qotildi. Aslam uni dabis qilib yubormoqda. Hozir Revolution jamoasi yana ochko berib qo'ysa, hisob tenglashadi. Bu jamoalar bir-biriga juda ham mos raqiblar ekanligini bizga o'yinlar borasida ko'rsatib borishyapti. Aslam energiyasiga e'tibor bering. Ziko shunday qilib turib, Aslamni uni holatiga keltirib qo'yishi mumkin edi, lekin unday bo'lmayapti. Ikkinchi nuqta amalga oshira oladimki, ikkinchi nuqta ham amalga oshirmoqda. Hardboy topa oldi, lekin Hardboyni bartaraf etib qo'yishmoqda va bu 7-7 2022 jamoasi o'yinchilari yetib olishdi. Revolution jamoasi o'yinchilari juda yaqin turishgan edi.